Instagramda obunachilarim soni 200 mingtaga yetganda Koreyadan O'zbekistonga, vatanimga qaytish arafasida edim va chiroyli video joylamagandim. Hozir mana obunachilarimiz soni 220 mingtadan ham ko'p. Bu men uchun juda ham katta xursandchilik va kirib kelayotgan ulug' Ramazon oyi munosabati bilan sizlar meni qo'llab-quvvatlaganinglar uchun, ya'ni sizlarning yordaminglar bilan topgan pulimga insonlarni xursand qilib, ozgina bo'lsa ham duo olishga chiqdim. Inshaalloh savobi faqatgina menga emas, meni qo'llab-quvvatlab kelayotgan barcha obunachilarimga ham bo'lsin. Barakat izleri orada havaslarını koruyoruz.